Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzamo, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan silsila darsimizni bugun Ja'farus Sodiq, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhuning zurriyoti Ja'far as-Sodiq. Bu darslarimiz ummatning ulug' insonlari haqida so'z yuritadi. Tarixiy shaxsiyatlar, ularning siratlari, fe'l-atvorlari, qilgan ishlari va mana shu bir yuksaklikka yetishiga sabab bo'lgan ularning sirlari. Bu darslarimiz ana shu ulug'larimizning sirlarini ummatga yetkazadiki, shoyat ummat ana shu sirlardan boxabar bo'lsin, o'zlariga shu ularda bo'lgan narsalarni tatbiq qilib paydo qilsin va ummatni boshqa ummatlarda yana bir peshqadam imom ummat bo'lishiga yetaklaysin. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar haqida darslar qilganmiz. Endi bu darslarimiz ana shu 3 asrdan keyingi davrda yashagan ulug' insonlarimiz haqida bo'ladi. Musulmonlarning imomi Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ja'farus Sodiq. Bu kishi mana shu laqabi bilan tarixda qolgan. Ko'pchiligimiz Ja'farus Sodiqni Ali roziyallohu anhuning zurriyoti ekanligini bilamiz, ammo bu kishini Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ham nasl nasabda ulanishidan xabarimiz yo'q. Ja'farus Sodiq Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ikki tomondan o'g'il bo'ladi. U kishi aytadi, men Abu Bakr Siddiqga ikki tarafdan o'g'il bo'laman. U kishining onasi Ummu Farva bintul Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq. Ya'ni Abu Bakr Siddiqning o'g'li Muhammad tomonidan farzand bo'ladi, ona tomonidan. Endi onasining onasi Asmo bint Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiqning o'g'li Abdurrahmon tomonidan ham, demak, ikki tomonlama Abu Bakr Siddiqga o'g'il bo'ladi. Bunga yana Ali ibn Abi Talibning zurriyoti ekanligini ham qo'shib qo'ying. Albatta nasl nasab birodarlar hech qanday gap so'z sig'maydi. Bir tomondan Muhammad alayhisalomga Ali ibn Abi Talibga bog'lanyapti. Fatima Zahro Ali ibn Abi Talib, bu tomondan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga. Nasl nasab ukalar turmush qurishlikdagi iymondan keyin birinchi qaraladigan punkti qiz tanlashda. Birinchi o'rinda diniga qaraymiz, orqasidan nasl nasab ham o'ta muhim narsa. Tagi tuguni toza bo'lishligi, tagi tugida haromalarda bo'lmasligi, zinoni, fahshni bo'lmasligi, halol luqma bilan katta qilganligi, siz xaridor bo'layotgan xonadondan xalqning ichiga nojo'ya bir so'z, fikr chiqmaganligi bu katta narsa. Nasl nasab ikkinchi o'rinda turadi birodarlar. Kelin tanlashda dindan, iymonidan keyin. Ja'farus Sodiq hijriy 80-yilda Madinada dunyoga keldi va mana shu joyda vafot etdi. Laqabi As-Sodiq. Rostgo'yligi bilan mashhur bo'lgan edi. So'zida, ishida, fe'lida biron marta yolg'on zohir bo'lmagan edi. U kishi o'zining davrida imom bo'lib, faqih bo'lib tanilgan edi. Yana Ja'farus Sodiq o'ta hakim, hikmatli inson edi. Kishida ilm ko'paysa, axloqi yuksak bo'lsa, shu narsa o'z egasida hikmatni paydo qiladi hamda dinni fahmlashligida ko'rinadi. Dinni tushunyaptimi hikmatini? Demak, ilmi chuqur. Dinni tushunyaptimi hikmatini? Demak, ilmi chuqur. Sayozmi? Demak, dinni hikmatini tushunmaydi bunday inson. Bu kishi o'zining saxovati bilan ham mashhur edi. Bunda ajablanishga hojat yo'q, chunki Ja'farus Sodiq Abu Bakr Siddiqqa bog'lanadi dedik nasl nasabi. Abu Bakr Siddiq qanchalar saxovatli ekanligini birodarlar mana sahobalarning tarixida o'qib o'rganganmiz. Ja'farus Sodiqning shogirdi Xiyoj ibn Bustom at-Tamimiy aytadi, Ja'farus Sodiq infoq ihson qilar edi, bola chaqasiga hech narsa qolmay qolgunicha. Uyiga hech narsa qolmay qolardi ihsonni ko'pligidan, sadaqatini ko'pligidan. U kishidan birodarlar, u kishini mana hakim dedik. Hakim dedik. Riboning hikmatini so'rashdi. Nima uchun ribo harom? O'zlar asli shariatimizda birodarlar, nima uchun namoz o'qiladi, nima uchun roza tutiladi deyilmaydi. Bu savol berilmaydigan narsalar, ta'abbudiy masalalarda aqlimizni ishlatmaymiz. Nimaga endi xufton 4 rakat, nimaga shom 3 rakat deyilmaydi.
Endi bu kishidan riboni harom qilinishligini hikmati so'raldi. Biz odatda ribo haqida gapirganimizda, birodarlar, uni faqatgina iqtisodiy zararini gapiramiz. Lekin Ja'far as-Sodiq mana shu dinni nozik joylargacha chuqur tushirgan faqih inson bo'lganligi uchun quyidagicha javob berdi. Alloh taolo riboni harom qildi. Odamlar bir-birlariga ma'rufni man qilmasliklari uchun, ya'ni bir-biriga yaxshilik qilib turishligi uchun. Xayr ehson qilsin, sadaqa qilsin, infoq qilsin, bir-biriga nisbatan yaxshilik qilsin. Riboda bu narsa yo'q. Riboda pulni beradi, foydani oladi. Riboda pulni oladi, foydasini beradi. Odamlarning o'rtasidagi ma'ruf degan narsa yo'q bo'lib qoladi. Ja'far as-Sodiq odamlarning o'rtasida bo'ladigan husumatlarni yo'q qilishlikka o'ta ham haris edi. Agar ikkita odam talashib tortishib qolganini ko'rsa, sababini so'rar edi. Agar shu ikkala tortishayotgan odam o'rtasidagi muammo pul bo'lsa, men to'layman deb qo'yardi-da, mushkulani hal qilib qo'yardi. Shuning uchun doim qarzdor bo'lib yurardi. Kambag'al bo'lganligidan emas, odamlarda qarzini bo'yniga olib qo'yganligidan. Taassuf, bizni zamonimizga kelib turib, o'zini qarzini ham to'lagisi kelmaydi odamlar. To'g'rimi? Shuning uchun doim qarzi bo'lar edi, faqirlik uchun emas, birovlarning qarzini o'zini zimmasiga olganligi uchun. Ja'far as-Sodiq faqatgina ilmli, olim, faqih emas edi. U kishi o'zini fe'l-atvori bilan, axloqi bilan odamlarga ibrat bo'ladigan inson edi. U kishining ishlaridan, mana saxovatidan qopni ichiga nima edi? Nonmi, go'shtmi, pulmi, faqirlarga kerak bo'lgan narsalarni solardi-da, yelkasiga haligi qopni ko'tarib, tuni bilan Madina ko'chalarini aylanib, faqirlarning eshigini tagiga qo'yib ketar edi. Odamlar bilmasada kim qo'yib ketishini, faqirlar chiqsa eshigini tagiga infoq turibdi. Olardi, haqqiga duo qo'yib ketar edi. Keyin qachon bilib qolishdi Ja'far as-Sodiq qilayotganligini? Ja'far as-Sodiq vafot etdi, infoq ihsonlar to'xtab qoldi. Shunda bilishdi. Ungacha mana shu qilgan ihsonini hadisda aytilganidek, o'ng qo'li qilganini chop qo'lga bildirmaydigan kishilardan edi. Ja'far as-Sodiq, Alloh taoloning kishiga rahmati bo'lsin. Ja'far as-Sodiqni hikmati, dinni fahmlash haqida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Ja'far as-Sodiqni siyrat haqida kitob yozgan muarrixlar uni hikmatini va qiyin savollarga bergan ajib javoblarini ko'p keltirishgan. Ana shunday mushkulali savolga bir olim zo'r javob berib qo'ydimi? Demak, ilmini quvvatiga, hikmatini quvvatiga dalolat qiladi bu narsa. Ja'far as-Sodiqning shogirdi Sufyon as-Savri aytadi: Makkada Abu Abdullohning yonida edim. Ya Abu Abdulloh Ja'far as-Sodiq. Abu Tuhga to'xtagan edi. Men dedim: "Ey Rasulullohning o'g'li, nima uchun mavqif Arafot haramning tashqarisida? Masjidul Harom bor va haram hududi bor, kattaroq territoriya. Arafot haram hududidan tashqarida. Nimaga haram hududidan tashqarida Arafot?" Shunda mana nima deb javob berdi. Mana hajning tartibiga berilgan daqiq bir tafsir. U aytdi: Ka'ba Allohning uyi. Haram ana shu Ka'baning chegarasi, devori. Mavqif Arafot uni kirishi. Demak, Baytulloh Ka'ba, haram uni hovlisi, endi Arafot tashqari. Hojilar Baytullohni qasd qilib kelganlarida eshik oldida to'xtaydilar Arafotda. Ular Allohga tazarru qilib yolboradilar. Ularga kirishga izn berilgach, o'zining ikkinchi eshigiga Muzdalifaga yaqinlashtiradi. Muzdalifa haramning ichida. Arafotda kun chiqqandan kun botgunga qadar duo iltijo qilib turadi hojilar. Kun botgandan keyin Muzdalifaga kelib tunaydi. Demak, haramning ichiga kirdi. Birinchi eshigining oldiga kirgizdi Muzdalifaga. Ularning Alloh taolo tazarrularini ko'pligi va uzoq qilgan ijtihodlariga qarab turib, ularga rahim qiladi hamda qurbonlik qilishlikka buyuradi. Va hojilar qurbonlik qiladi. Qurbonlik Alloh bilan insonlarning o'rtasida to'siq bo'lib turgan gunohlarning ketishiga sabab bo'ladi. Qurbonlik qiladi, gunohlari kechiriladi. Allohni to'sib turgan, bandalarni to'sib turgan gunoh yuvilgandan keyin Alloh taolo shundan keyin o'zini uyini ziyorat qilishga izn beradi dedi. Qani bir ajib bir ta'rifki hajni tartibiga berilgan. Sufyon so'radi: "Nima uchun tashrih kunlari roza tutishlik mumkin emas?"
Tashrih kunlari o'sha haj kunlari 3 kun. Sufyonga Ja'far as-Sodiq aytdi. Chunki ular hojilar Allohning ziyofatida mehmonni mezbon uyida ro'zalar bo'lishi lozim bo'lmaydi dedi. Mana shu 3 kunda ro'za tutib bo'lmaydi. Abu Naim o'zining Hulyatul Avliyosida keltiradi. Abu Ja'far al-Mansur Madinaga keldi. Bu Ja'far al-Mansur Abbosiylar mamlakatining eng qudratli xalifalardan bo'lgan. Abbosiylarning xalifalaridan. Madinaga keldi. Yuziga pasha qo'ndi, haydadi. Yana qo'ndi, yana haydadi. Bir necha marta haydab bezor qildi. Shu paytda Ja'far as-Sodiq kirib keldi xalifaning majlisiga. Endi pasha xalifani zeriktirganligidan xabari yo'q. Ja'far as-Sodiq zamonasining eng kuchli olimi. Xalifa so'radi. "Ey Abu Abdulloh, Alloh nima yaratgan pashani?" dedi. Endi bu uning boyagi holatidan xabari yo'q. Ja'far as-Sodiq shartda javob berdi. Alloh u bilan jabborlarni xorlash uchun deb qo'ydi. Ja'far as-Sodiqqa Alloh taolo go'zal xulq berdi, chuqur ilm berdi, ajib fe'l berdi, kamtarlik berdi, yana bularga qo'shib vaqor, haybatni ham berdi. Sirli, haybatli, vaqorli odam edi. Mana degan xalifalar ham bu kishining oldida sir bosib qolardi ularni. Bilasizlar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shunday bir sirli, vaqorli odam bo'lgan, vaqur bo'lgan. Odamlar kelib, "Ey Amiral Mu'minin, sal muloyimroq bo'ling. Shu yuraklarimiz yorilib ketay deydi siz oldingizda turganimizda" deyishdi. Qarab turib xalifa Amiral Mu'minin, "Bu men sizlarga qilgan zulm tufayli shunaqami?" "Yo'q, sizdan faqat adolatni ko'ramiz" deganida, Parvardigor meni bularga bo'lgan sirimni, haybatimni yana ham kattaroq qilgan va duo qilgan edi. Shamsiddin Az-Zahabiy Fazl ibn Robiyadan, u esa otasidan rivoyat qiladi. Abu Ja'far al-Mansur meni chaqirtirib, "Ja'far ibn Muhammad meni mulkimdan malomat qilibdi. Meni oldimga olib kel. Agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin" dedi. Mana Ja'far al-Mansur xalifa Ja'far as-Sodiqni qatl qilishni qasd qildi. Men Ja'far as-Sodiqni topib, xalifaning yoniga chaqirib keldim. Mushkulani sezgandek tahorat oldi, xuddi o'limga tayyorlangandek kiyindi va yetalab kelar ekanman, nimalarni deb pichiradi, so'zini tushunmadim. Kelib Amiral Mu'minining huzuriga kirishgizni so'radi. Xalifa uni olib kir dedi. Keyin yana agar men uni qatl qilmasam, Alloh meni qatl qilsin dedi. Ja'far as-Sodiq majlisga kirdi, xalifaning majlisiga. Kirishi bilan xalifa shart o'rnidan turdi-da, shoshib Ja'far as-Sodiqning oldiga keldi. Qo'lidan yetaklab o'zini majlisiga ko'tardi. O'tkizib muloyimlik bilan yuziga tikilib turib, "Xush kelibsiz, xiyonatdan pok, toza inson, meni akam, meni amakimning o'g'li" deb o'ziga yaqin qildi. Yuziga tikilib turib, "Nima hojatingiz bor ayting, bajaramiz" dedi. Qalblar birodarlar Alloh taoloning qo'lida. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. O'ldiraman deb turgan xalifa kelishiga qilayotgan munosabatini, muomalasini ko'ring. Ja'far as-Sodiq o'zi uchun hech narsa so'ramadi. Makka va Madina ahlining maoshlari kech qolganligini aytdi. "Bajaramiz" dedi. So'ngra buyurdi, bir joriyaga shishada juda bir qimmat baho atirni olib keldi. Xalifa olib o'zi qo'li bilan surtib qo'ydi va ketishga ruxsat berdi. Ja'far as-Sodiq chiqib ketdi. Kimi boshidan esi uchdi? Ja'far as-Sodiqni yetalab kelgan kishining orqasidan yugurib chiqdi. "Ya Rasulullohning o'g'li, xalifa sizni qatl qilishida shubham yo'q edi. Buni o'rniga sizga ikrom ko'rsatib chiqardi. Kelayotganimizda bir narsalarni pishiruvdingiz. Nima dedingiz?" dedi. Ya'ni nima deb duo qiluvdingizki, sizni o'ldiraman deb turgan xalifa sizga izzat ikrom ko'rsatib chiqardi. Ja'far as-Sodiq aytdi: "Ey Robbim, qancha ne'matni menga ato qilding, unga shukr qilishim oz bo'ldi. Qancha balo bilan meni sinading, unga mening sabrim oz bo'ldi. Ey, ne'matlariga shukrim oz bo'lsa ham ularni man qilmagan zot. Ey, balolarga sabrim oz bo'lsa ham meni xor qilmagan zot. Ey, ma'siyatlarim uchun meni sharmanda qilmagan zot. Ey, sanoqsiz va tuganmas ne'matlarning egasi. Ey, bitmas tuganmas ma'ruflarning egasi. Dunyoyim bilan dinimga yordam ber. Taqvo bilan oxiratimga yordam ber. Bilmagan narsalarimdan meni saqlagin.
Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey, gunohlar zarar qilmaydigan, kechirishlik mulkini kamaytirib qo'ymaydigan zot. Senga zarar qilmaydigan narsada meni kechirgin. Seni mulkingni kamaytirib qo'ymaydigan narsani ato qilgin. Ya Al-Vahhab, sendan yaqin yengillikni va go'zal sabrni so'rayman. Jamiki balolardan ofiyatni va ofiyat uchun shukrni so'rayman dedim dedi. Kimga suyandi? Hammani qalbi Allohning qo'lida. Shikoyatni kimga qildi? Robbisiga qildi. Mana shu taqvo, mana shu Allohga bo'lgan ishonchi, tazarrusi uni qatl qilaman deb turgan kishining qalbini yumshatib qo'ydi. Ya'ni Alloh azza va jalla o'zi yordam berdi. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, hamma odamlarning qalblari xuddi bitta odamning qalbidek Alloh taoloning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. Ja'far as-Sodiq ilm ma'rifatda shunday bir martabaga yetdiki, o'zini zamonasidagi hamma ahli ilm u kishini fazilatini tan oldi. Bironta odam yomon ko'rmasdi u kishini, ahli ilmlardan. Ibn Hajar Ja'far as-Sodiqni ta'riflab aytadi, rostgo'y, faqih, imom edi deb aytadi. Imom Shofiy, Ibn Ma'in, Ibn Hibbonlar ham mana shunday chiroyli so'zlarda aytib, u ahli baytning sayyidlaridan, taba tobiinlarning obidlaridan deyishar edi. Ja'far as-Sodiq taba tobiin bo'lgan. Ya'ni tobiin bo'lgan degan so'z ham bor. Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhu va Anas ibn Malikni ko'rgan deyiladi. Ikkala so'z ham bor. Madinaning olimlaridan. Siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayh aytadiki, Ja'far ibn Muhammaddan ko'ra faqihroq insonni ko'rmaganman. To'rala mazhabning eng ulug' imomi deyilgan Imom Abu Hanifa Ja'far as-Sodiqdan ko'ra faqihroq odamni ko'rmaganman deyapti. Ko'ringlar, biz kimning hayotini o'qiyapmiz. Kimlar ularni maqtayapti? Xalifa Ja'far al-Mansur odamlar Ja'far as-Sodiqning so'ziga ko'p quloq solib, yaxshi ko'rayotganligini ko'rib turib Abu Hanifani chaqirtirdi. Odamlar Ja'far as-Sodiq bilan fitlanib qopti. O'zingizning masalalaringizdan 40 ta qiyinini to'plab keling dedi. Men shunday qildim deydi. Xalifani huzuriga kirsam 40 ta masalani tayyorlab. Ja'far as-Sodiq o'tiribdi Xalifa Mansurning oldida. Kirishga izn so'radim, kirdim. Bu kishini taniysizmi deb so'radi xalifa. Ha, bu Ja'far ibn Muhammad dedim. So'rang savollaringizni dedi. Va men savollarni, masalalarni o'rtaga tashlay boshladim. So'ragan har bitta savolimga Ja'far as-Sodiq Abu Hanifa aytayapti. Sizlar Hanafiylar bu masalada mana bunday deysizlar. Madina ahli mana bunday deydi, biz esa mana bunday deymiz deb uchala tarafni fikrni aytib beryapti. Ba'zi masalalarda bizning fikrimizga to'g'ri keladiganini aytdi. Ba'zisida Madina ahliga to'g'ri keladigan fatvolarni aytdi, Madina ahlining gapiga to'g'ri kelgan. Ba'zida umuman bizga qarshi bo'lgan gaplarni aytdi dedi. Shunday qilib 40 ta masalani so'radim, bironta masalani javobsiz qoldirmadi dedi. So'ngra aytadi Abu Hanifa, axir aytmaganmanmi? Odamlarning eng bilimlisi odamlarning o'rtasidagi ixtiloflarni biladigani. Ya'ni faqat o'zini tarafining ilmini bilmaydi. Unga muxolif bo'lib turgan tomondagi ilmni ham biladi. Ja'far as-Sodiq mana shunday inson edi. Ja'far as-Sodiq juda ham hakim inson bo'lgan. U kishining hikmatlaridan ayrimlarni o'qib beraman, aytadigan gap ko'p. Ja'far as-Sodiqning hikmatlaridan. Diqqat qilinglar, qaysi gunoh insonda boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan gunoh haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan gunoh qotillik. Nafrat, jazoni keltiradigan gunoh zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan gunoh aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. Fanoni shoshiltiradigan gunoh qotiyur rohim. O'limni tezlashtiradigan gunoh qarindosh urug'lar bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan Iza udifal bala'u ilal bala kana minal bala'i afiya. Agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo ofiyat balosi ekan.
Ya'ni tugayapti degani bu. 3 xil odamdan hushyor bo'l. Xoindan, zolimdan va chaqimchidan. Seni foydang uchun xiyonat qilgan kishi seni zararing uchun ham xiyonat qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun birovga zulm qilgan kishi seni zararing uchun ham birovga zulm qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun chaqimchilik qilgan odam seni zararingga ham chaqimchilik qilib qo'yaveradi. Falonchining gapini ko'tarib keldimi? Chaqimchilik qildimi? Xotirjam bo'ling, sizniki ham kimgadir. Qorni to'qligiga shukr qiluvchi inson ro'zador kabidir. Birodalar, doim ro'za tuta olmaymiz, nafl ro'zalar. Lekin shukr keltirib yashaylik-da. Qorni to'qligiga shukr keltirayotgan odam xuddi ro'zadorga o'xshaydi. Ofiyatiga shukr qilgan kishi baloga uchragan kishi kabidir. Ya'ni balosiga sabr qilayotgan odamga qancha ajr bo'lsa, ofiyatiga shukr qilayotgan insonga ham shuncha bo'ladi. Mujomalatun nasi sulusul aql. Odamlar bilan go'zal muomala qila olishlik aqlning 3dan biri degan ekan. Odamlar bilan go'zal muomala qilishlik aqlning 3dan biri. Shuning uchun birodarlar, odamlar bilan qilayotgan muomalamizni qarab qo'yaylik. Ja'far as-Sodiq haqida aytilish kerak bo'lgan so'z ko'p. O'z zamonasidagi kibor faqihlarga ustoz bo'lganligi o'zi u kishi uchun yetarli sharaf. Sufyon as-Savri, Abu Hanifadek insonlarga ustoz bo'lgan bu kishi. Ja'far ibn Muhammadning ulug'ligini siri nimada? U zot ilm, taqvo, saxovat, axloq egalari bo'lgan ahli baytning oilasida tug'ildi. Ya'ni qarang, ahli baytda boshqa odamlar ham bo'lgan, lekin bu kishi daqa martabaga erishmagan. Bu ulug' inson ulug' oilada dunyoga keldi. Va shuni o'zi bilan kifoyalanmadi. O'zini ustida qattiq ishladi. Ilmga qattiq harakat qildi. Nafsini jiloladi, nafsiga odob berdi. Demak, bu kishining ulug'ligini siri birinchisi oilasida, xos shart-sharoitda va o'zini ustida qattiq ishlaganligida. Mana shu 3 ta narsani sanaymiz bu kishining hayotida ulug'likka yetalab chiqqan sabablar qatorida. Demak, oilaning yaxshi bo'lishi kifoya qilmas ekan ulug' inson bo'lishga. Kimdir sizga xos tarbiya berayotganligi ham kifoya qilmas ekan. Siz o'zingizga bo'lgan mehnatni ham qilishingiz kerak bo'ladi. Ja'far ibn Muhammad, Ja'far as-Sodiqdan Alloh rozi bo'lsin. Siz bilan bizlarga ummatning ulug'laridan bo'lgan mana shunday insonlardan ibrat olishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.